Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimiz yurak anatomiyasi haqida. Yurak, kor, mushakdan tuzilgan a'zo. Inson yuragi o'rtacha 200-250 gram, ayollarda 300 gram, erkaklarda og'irlikka ega. Yurakni o'rtacha uzunligi 10-15 cm ga teng. Ko'ndalang o'lchami 9-11 cm ni tashkil qiladi. Old orqa diametri 6-8 cm ga teng. Yurak oldingi ko'ks oralig'ida joylashgan a'zo hisoblanadi. Inson yuragi 4 ta kameradan iborat. Ikkita bo'lmacha, ya'ni o'ng chap bo'lmachalar, atrium dexter, atrium sinister, ikkita qorincha, ya'ni o'ng chap qorinchalar, ventriculus dexter va ventriculus sinisterlardan iborat. Bo'lmachalar va qorinchalar, demak, sathini o'zaro mana ajratib turadigan ajratuvchi egat bor. Bu egatni biz aynan o'sha egat ishidan o'tgan arteriyaning nomi bilan, ya'ni toshsimon arteriya nomi bilan aytamiz, sulcus coronarium deymiz. Toshsimon arteriya egati deymiz. Va bu demak egat yuqorida aytib o'tganimdek bo'lmacha va qorinchalarni o'zaro ajratib turadigan egat hisoblanadi. Demak, ikkita bo'lmacha bo'ladi. Mana bu lejda biz ko'rib turibmiz. Bu o'ng bo'lmachani chegarasi. O'ng bo'lmacha demak atrium dexter deb aytiladi. Endi mana bu yerda mana men qalamni qo'yaman. Demak, qalam chegara hisoblanadi. O'ng va chap bo'lmachalarni demak orasidagi chegara aynan mana shu yerdan o'tadi. Demak, bu chap bo'lmacha hisoblanadi. Atrium sinister deb aytiladi. Demak, o'ng va chap bo'lmacha orasida demak mana bu yerda chegara ko'rdik. Endi qorinchalar orasida chegara. Qorinchalar orasida mana old tomonda mana bu yerda mana egat bor. Demak, mana men qalamni qo'ydim. Mana shu egatdan demak mana bu tomondagi qorincha o'ng qorincha, bu tomonda mana chap qorinchani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ventriculus dexter, ventriculus sinisterlarni biz ko'rishimiz mumkin. Demak, old tomonda o'ng va chap qorinchani ajratib turadigan egat, oldingi demak oraliq egat. Sulcus interventricularis anterior deyiladi. Ya'ni oldingi qorinchalar orasidagi egat deb aytiladi. Orqa tomonda ham, endi bu orqa pastki tomoniga to'g'ri keladi yurakni. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa mana egat bor. Mana qalamni qo'ydim. Bu endi orqa qorinchalar aro egat deb aytiladi. Sulcus interventricularis posterior deb aytamiz biz buni lotin tilida. Endi e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, mana o'ng bo'lmachada o'ng quloqcha bor. O'ng quloqchani biz auricula dexter deymiz va albatta chap bo'lmachada mana chap quloqcha bo'ladi. Demak, chap quloqcha o'ng quloqchaga nisbatan biroz kichkina bo'ladi. Chap quloqchani biz auricula sinister deymiz. O'ng bo'lmachani hajmini kattaligi o'ng quloqchani biroz chap quloqchaga nisbatan kattaligi bilan izohlanadi. Shuning uchun ham o'ng bo'lmachani bo'shlig'i chap bo'lmachani bo'shlig'iga nisbatan biroz kattaroq hisoblanadi. Endi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, o'ng bo'lmachaga mana yuqoridan demak vena cava superior quyiladi va mana pastdan vena cava inferior, ya'ni yuqoriga kavak vena va pastki kavak venalar quyiladi. Bundan tashqari orqa tomondan demak biz ko'rishimiz mumkin sinus coronarium, ya'ni toshsimon bo'shliq demak ochiladi. Bundan tashqari o'sha toshsimon bo'shliq sathiga foramina venorum minimarium, yurakning kichkina venalari, teshiklari ham ochiladi. Demak, yuqoriga pastki kavak venadan kelgan qon o'ng bo'lmachaga tushganidan keyin o'ng bo'lmacha va qorinchalar aro to'siq orqali o'ng qorinchaga o'tadi. O'ng qorinchadan demak mana o'pka poyasiga o'tadi. Bu o'pka poyasi, truncus pulmonalis deymiz biz buni. O'pka poyasiga o'tgandan keyin o'pka poyasi ikkiga bo'linadi. O'ng va chap o'pkalarga boradigan, demak mana aylantirib olamiz mana. Demak, bittasi, mana ikkinchisi. Demak, mana bu e'tibor qilasizlar, yurakning o'ng tomoni, demak bu o'ng o'pkaga boruvchi, bunisi mana demak chap tomoni, o'sha uchun ham bu chap o'pkaga boruvchi
o'pka arteriyalari hisoblanadi. Ya'ni arteria pulmonalis dexter, arteria pulmonalis sinister deb aytamiz biz bularni lotin tilida. E'tibor qilamiz, bular demak o'pka poyasidan hosil bo'lgan o'pka arteriyalari. O'pka arteriyalari lekin ichida venos qon bo'ladi. O'sha uchun ham bu yerda ko'k rangda tasvirlangan. Demak, o'pka arteriyalari o'pkaga qonni olib boradi. Karbon angidrid aynan o'sha o'pka arteriyasining tarkibidagi venos qon orqali o'pkaga boradi va diffuziya jarayoni orqali endi bu yerda kislorod bilan almashinadi-yu, endi kislorodga to'yingan qon mana bu yuqorida bir necha marta aytdim, chap bo'lmacha. Chap bo'lmachaga demak o'ng o'pkadan ikkita, chap o'pkadan ikkita venalar orqali demak mana yuqoriga pastga, bu tomonda ham mana biz yuqoriga pastga. Demak bu yuqoriga pastga o'ng o'pka venalari, bu yuqoriga pastga chap o'pka venalari. Ana shu aynan 4 ta qon tomir orqali demak chap bo'lmachaga keladi qon. Chap bo'lmachadan chap qorinchaga tushadi va chap qorinchadan demak aorta aorta qon tomiriga o'tib, aorta orqali butun organizmga tarqab ketadi. Aortani ham 3 ta qismi bor. Demak, pars ascendens aorta, aortani ko'tariluvchi qismi, arcus aorta, aortani ravog'i va pars descendens aorta, aortani tushuvchi qismi. Endi mana bu yerga e'tibor berishimiz kerak, hurmatli talabalar. Bu yerda mana oq rangda ligamentum arteriosumni ko'rishimiz mumkin. Bu demak o'sha aorta bilan o'pka poyasini o'rtasida joylashgan bo'ladi. Aslida embrionda bu yerda teshik bo'ladi, ya'ni yo'l bo'ladi. Bu yo'lni biz Batalov yo'li deb aytamiz. Qon mana shu yerdan o'tib turadi aslida embrionda. Lekin bola tug'ilgandan keyin ma'lum vaqt ichida bu bekilib ketish kerak bo'ladi va boylamga aylanish kerak bo'ladi. Agar bekilib ketmasa, demak bu ham tug'ma nuqson hisoblanadi. Endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana aortani ko'tariluvchi qismida aortani kengaygan sathi bo'ladi. Biz uni bulbus aorta deymiz. Ya'ni piyozcha hosil qilib biroz kengaygan qism bo'ladi. O'sha yerdan ikkita qon tomir chiqadi. Mana birinchisi bu tochsimon o'ng arteriya, ikkinchisi mana bu orqa tomondan o'tadi. Bu tochsimon chap arteriya hisoblanadi. Ya'ni arteria coronarium dexter, arteria coronarium sinister. Bu tochsimon o'ng va chap arteriya yurakni o'zini qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Endi yurakdan qonni yig'adigan venalar bor. Demak, yurakdan qonni yig'adigan venani birinchisi mana vena cardiaca magna deyiladi. Demak, yurakning katta venasi. Ikkinchisi vena cardiaca parva, yurakning kichkina venasi. Uchinchisi mana vena cardiaca endi bu o'rta sathida joylashgani uchun ham media deyiladi. O'rta yurak venasi. Va qolgan ikkitasi demak ya'ni to'rtinchisi bu chap bo'lmacha sathidan qonni oladi. Chap bo'lmachani qiyshiq venasi deyiladi. Ya'ni vena obliquus atrium sinister deyiladi. Va oxirgisi bu chap qorincha sathidan mana qonni yig'adi va chap qorinchani orqa venasi deb aytiladi. Vena posterior ventriculis sinistra deb aytiladi. Bular o'sha tochsimon bo'shliq sathiga qonni olib borib beradi.